Nima deb o'ylaysiz, mana shu stakanni og'irligi qanaqa? Kim bu savolimga javob bera oladi? 250 ml, 350 ml, 500 ml. Stakanning og'irligi o'zi aslida ahamiyatga ega emas. Hammasi men bu stakanni qancha vaqt ushlab turishimga bog'liq. Agar men uni 1 daqiqa ushlab tursam, hech narsa bo'lmaydi. Agar men uni 1 soat ushlab tursam, qo'lim og'rishni boshlaydi. Agar men uni butun kun davomida ko'tarib tursam, qo'lim uvishib qolishi mumkin va meni buyrug'imga bo'ysunmasligi mumkin. Stakanning og'irligi o'zgargani yo'q, lekin uni qancha uzoq vaqt davomida ko'tarib turilsa, shunchalik og'irroq bo'ladi. Hayotiy qiyinchiliklar bilan ham xuddi shunaqa. Agar ular haqida uzoq vaqt o'ylamasak, qisqa vaqt o'ylasak, hammasi joyida. Lekin doimiy ravishda ularni o'ylab yursak, og'riqli bo'ladi. Agar biz bu hayotiy qiyinchiliklar haqida butun kun davomida o'ylasak, biz o'zimizni qanaqadir qotib qolgandek, hech narsa qilishga yaramaydigandek his qilishimiz mumkin. Shuning uchun stakanni qo'yib yuborishni esdan chiqarmang.